Esselamu Aleyküm, hemşerilerim, vatandaşlarım, sevimli Uygur halkım. Xitayning Sharqi Turkistondagi zulmi faqat to'xtab qolmayotidi. Dunyoning shunchalar chaqirqiga quloq osmay, yana shu irqiy qirg'inchilik harakatini sürdürüyotidi. Chunki Xitoyning bir maqsadi bor. O bo'lsa dünya hakimiyetini qo'lga o'tkazish. Dünya hakimiyetini qo'lga o'tkazish uchun onun dunyoga uzanadigan ishki bo'lgan Sharqi Turkistonni tamamen Uygurlardan ve Sharqi Turkistondagi boshqa Türk milletinden tamamen tozlab, ularning yıldızını qurutib, hiçbir zorluk tatmay, dünyaya kadar uzanıp, hakimiyetini qo'lga o'tishga tashabbus qilyotidi. Bunda ahvolda ekan, biz diasporadagi Uygurlar hammamiz birlik bo'lib, 7'den 70gacha hammamiz qo'limizdan kelgan kuchni chiqarib, imkoniyatlarimizni qo'llanib, moddiy manevi har turli fedakarlikdan tortinmay Xitoyga qarshi harakatga o'tmasak, vatandagi ahvol bizning taxmin qilganimizdanmi betar bo'ladi. Irqiy qirg'inchilik suridi, vatanda birmi Uyg'ur qolmaydi. Ularning bir qismi bo'lsa-mu saq qilish uchun bizning bu yerda tirishchanligimiz nihoyatda shart. Onun için hech qaysimiz "Menga nima, men o'zimning hayotimni yashasam bo'ladi" degan hayvani ma'nisiz hayotni yashamay, o'zimizning rohatimizni qo'dab qolmay, vatanim uchun, millatim uchun bir nimalarni qilay. Az sondagi millatlarning ko'p sondagi va nihoyat kuchli bo'lgan dushmanlarini yenganning haqiqat hikoyalari bor. Biz shularni o'rnak olib, bizning qo'limizdan nima keladi demay, eğer biz birleşerlisek, Allah Teala bizge kuch kuvvet beridi, mucizevi kudreti bilen bizge meleklerini ivetip, o Xitayni yenişke yol açıdı dep oylap, Müslüman boğandikin, imanımız boğandikin, şularını oylap biz hareket kılışımız gerek. Mana şu namayişlerimi, şu maksat bilen kılınıvatkan namayişler. Bununla kızgınlık bilen, emminler mümkün bolsa vakt çıkarıp, ketilip berişinlerini soraymiz. Bununki nemi faydası var demanglar, hem bir hareketinin bereketi boludu, bereketini Allah beridi. Onun için orunluk kılmaylı, sel çağılmaylı, küçümüzün bariçe bu işte faaliyetler ketilip, vatan millet için hizmet kılışka tırışaylı.